Kutilmaganda Toyota sportkarlar qotilini taqdim etdi. Yangi Toyota GR-GT 640 ot kuchiga ega va alyuminiydan ishlangan kuzov qovurg'asi sababli juda yengil. U bunday quvvatga Toyotaning yangi 2 turbinali V8 dvigateli, yangi 8 pog'onali avtomatik uzatmalar qutisi va ular orasida joylashgan elektromotor sababli erishadi. Kuzov tashqi detallari esa karbon, alyuminiy va qayta ishlangan plastikdan yasalgan. Salondagi karbon o'rindiqlar va umumiy interyer dizayni ko'proq Lexus'ni eslatib yuboradi. 20 dyuymli disklar esa Michelin Pilot Sport Cup 2 shinalari bilan jihozlangan. Sportkarning vazni atigi. Avtomobil olami yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun choynakning qopqog'iga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. 1750 kilogramni tashkil etadi. Misol uchun Porsche 911 ning eng yengil versiyasi GTS salkam 1600 kilogram vaznga ega. Lekin yangi Toyota GR-GT undan 110 ot kuchiga baquvvatroq. Gazoo Racing ushbu avtomobil ustida juda qattiq mehnat qilgani ko'rinib turibdi. Porsche 911 va AMG GT avtomobillariga hayot yengil ko'rinmaydi.